Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli ko'rmanlar. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünə qızğın qarşılamız. Mən Ərşidin Ediqot. Tövəndə vətənimiz Şərqi Türkistan və dünya gün tərtibiga əlaqədar mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qani diqqətinizlər ekranımızda bolsun. Xitoy chet elga qaratgan yolg'on tashviqotini kun sari kuchaytmoqda. Xitoy chet elga qaratgan yolg'on tashviqotini kun sari kuchaytmoqda. Xitoyning chet elga qaratgan yolg'on tashviqot harakati Janubiy Tinch okean va Janubiy Osiyoda kun sari kengaymoqda. Amerika ovozining 4-noyabr xabar qilishicha, Amerika amaldorlari yaqinda Janubiy Tinch okeandagi orol davlatlari bilan axborot hamkorligini kengaytirganligini bildirgan. Kuzatuvchilar bu harakatning Xitoyning rayon taratqularga bo'lgan ta'sirining kun sari kuchayayotganligiga qarata qo'llanilgan tadbir ekanligini ilgari surgan. Xitoy navbatda qattiq yumshoq vositalarni tang qo'llanish strategiyasini yo'lga qo'yib, Janubiy Tinch okeanda bu to'g'riliq taxmi aktiv dokladlarni o'tirg'a qo'ygan. Xitoy rejimining Sharqiy Janubiy Osiyo ellaridagi axborot taratqularga bo'lgan ta'siri kun sari kuchaygan bo'lib, bu Janubiy dengizning hozirgi holatini o'zgartirishi mumkin ekan. Oldingi oyning oxirida Fiji Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Xitoyni Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmonlarga ziyonkashlik qilishni to'xtatishga chaqirgan birlashma bayonotga imzo qo'ygan bo'lib, vaqadan bir qancha kun o'tgandan keyin Uyg'urlarni qo'llash maydonidan yenib olgan edi. Fiji hukumatining bu hafta e'lon qilgan bayonotida Fijining Xitoy bilan bo'lgan ikki davlat munosabatini intayin qadrlaydiganligini, Xitoyning ichki ishlariga aralashmaslik siyosatiga asosan Fijining Uyg'urlarni qo'llash maydonini qaytarib olganligini o'tirg'a qo'ygan. Bildirilishicha, Fijining harakatidagi o'zgarish Xitoyning Tinch okeandagi orol davlatlariga bo'lgan ta'sirini texmo kengaytirib ekan. Mutaxassislarning bildirishicha, Xitoy rejimining Janubiy Tinch okeandagi ta'siri siyosat va iqtisod gavdalanib qolmasdan, balki yaqindan buyon yerlik taratqularga kengayishga boshlagan. Amerikaning bir maslahatchilik shirkati Xitoydan chekinib chiqdi. Amerikaning maslahatchilik shirkati Gallup Xitoydan chekinib chiqqanligini e'lon qildi. Reuters agentligining 4-noyabr xabar qilishicha, Amerikaning Gallup maslahatchilik shirkati Xitoydagi tijoratini oxirlashtirgan. Markaziy Washingtonga joylashgan bu shirkat xaridorlarga Beijing, Shanxay va Shenzhendagi ishg'ollarni taqaydiganligini uqtirgan. Bildirilishicha, navbatda Gallup shirkatining yerlikdan qabul qilingan xizmatchilarni saqlab qolish qolmasligi aniq emas ekan. Bu shirkat boshqa korxonalarning bozordagi setish mulozimat ishlarini tadqiqot va analiz mulozimati bilan ta'minlab kelgan. Ma'lum bo'lishicha, Gallup shirkati 1993-yilda Xitoyda tijorat boshlagan bo'lib, Beijing, Shanxay va Shenzhenda ish bajarish o'rni bor ekan. Shirkat mas'ullari Reuters agentligining Xitoydan chekinishning sabablari haqida so'ragan savollarga darhol javob qaytarmagan. Yaqinqi yillardan beri Xitoy rejimining chet el shirkatlariga nazoratni kuchaytirishi va turli cheklamalarni ko'paytirishi zo'r turkumdagi chet el shirkatlarining Xitoydan chekinib chiqishiga sabab bo'lmoqda. Bermining shimoldagi to'qinish Xitoy chegarasiga yamirdi. Bermining shimoldagi urush Xitoy chegarasiga yamirgan bo'lib, Xitoy Bermini chegara muqimligini qo'dashda Xitoy bilan hamkorlashishga chaqirdi. Tayvan radiosining bugungi xabarida bildirilishicha, Bermining harbiy hukumat kuchlari bilan qo'zg'olonchilar o'rtasidagi to'qinish keskinlashgan bo'lib, Bermi bilan Xitoyning chegara rayonimi ta'virlashga boshlagan. Xitoy amaldori bugun Bermining Xitoy bilan hamkorlashib, ikki tarafning o'rtaq chegarasining muqimligini qo'g'dishi kerakligini o'tirg'a qo'ygan. Xabarda qayd qilinishicha, Berma armiyasi oldingi hafta avtonomiya uchun kurash qilayotgan oz sonli millat qurolli kuchlari ittifoqi Berma hukumat nishoniga mos qadamlik hujum qo'zg'agan. Xitoy tashqi ishlar ministri Norong bu haqda bayonot e'lon qilib, Xitoy Berma tarafidan Xitoy bilan Berma chegarasining muqimligini, Xitoy chegarasidagi aholilarning mol-mulk bexatarligini unumli qo'dashni, unumli tadbir qo'llanib Xitoy xodimlarining bexatarligini kuchaytirishni talab qiladi degan. Navbatda Berma hukumatidan Xitoyning talabiga qarata biror javob kelmagan. Osiyo vaqt gazetining xabar qilishicha, Berma armiyasi 4-noyabr atgan zambirak nishondan qiyib ketib, Xitoy chegarasi ichiga tushgan. Vaqada bir Xitoy o'lib, bir qancha Xitoy yaralangan. Tashkilotlar birligi hay'ati Malayziyada ziyoratda bo'ldi. Xalqaro Sharqiy Turkiston Tashkilotlar birligining bosh kotibi Abdurashid Aminhoji boshchiligidagi bir hay'at 5-noyabr Malayziya Ikrom yoshlar tashkilotining raisi Xayrul Anvar Qamaruddinni ziyorat qildi. Hay'at ziyorat davomida Xayrul Anvar Qamaruddin apandi bilan tashkilotlar birligining kelgusida Malayziya yoshlari bilan qilmoqchi bo'lgan faoliyatlari
va turli sohadagi hamkorlik masalasini muzokara qildi va oxirida Sharqiy Turkiston bayrog'i tushirilgan xotira buyumi taqdim qildi. Hay'at 5-noyabr yana Haluvon tashkilotining muavin raisi Aziz Mot Alini ziyorat qildi. Ziyorat davomida Haluvon tashkiloti bilan qilmoqchi bo'lgan faoliyatlar va turli sohadagi hamkorlik masalasini maslahat va muzokara qildi. Oxirida Sharqiy Turkiston bayrog'i tushirilgan xotira buyum taqdim qildi. Hay'at 5-noyabr yana Amanah Negara partiyasi yoshlar sho'basining raisi va Malayziya Kengash palata a'zosi Hasbi Mudanini ziyorat qilgan bo'lib, ziyorat jarayonida Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini Malayziyada kun tartibga keltirish, kelgusida qilmoqchi bo'lgan xizmat tartiblari va qadam bosqichlarini muzokara qildi va oxirida Sharqiy Turkiston bayrog'i tushirilgan xotira buyum taqdim qildi. Hay'at 5-noyabr yana Malayziya Islom tashkilotlari Shura kengashining raisi Jigu Muhit Azmi Abdulhamidni ziyorat qildi. Ziyorat jarayonida Malayziya xalqining Uyg'urlarni va Sharqiy Turkiston vaziyatini aktiv tunishtirishning yo'llari va kelgusida tashlanadigan qadamlar muzokara qilindi. Oxirida Sharqiy Turkiston bayrog'i tushirilgan xotira buyum taqdim qilindi. Amerika tashqi ishlar ministri Turkiyaga yetib keldi. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken Turkiya tashqi ishlar ministri Hakan Fidan rasmiy ziyorat uchun poytaxt Anqaraga yetib keldi. Blinken va uning hamrohligidagi hay'atni Anqaraga ilib kelgan aeroplan 5-noyabr yarim kechida Asanbo aerodromiga qo'ndi. Turkiya tashqi ishlar ministri Hakan Fidan bilan Antony Blinken o'rtasida o'tkazilgan rasmiy uchrashuvlarda G'azza vaziyati, rayon masalasi va ikki taraf munosabatlarining muzokara qilinishi mo'ljallanmoqda. Turkiya Isroiliyadagi bosh elchisini Anqaraga chaqirdi. Turkiya til avida turishliq bosh elchisi Shakir O'zgan to'g'rilarni maslahatlashish uchun poytaxt Anqaraga chaqirdi. Isroiliya urush to'xtati chaqiriqlarini qabul qilmay, fuqarolarga qartilgan hujumlarni davomlashtirgandan keyin Turkiya til avida turishliq bosh elchisi Shakir O'zgan to'g'rilarni maslahatlashish uchun poytaxt Anqaraga chaqirdi. Turkiya tashqi ishlar ministrligi yozma bayonot e'lon qilib, Isroiliya tarafining urush to'xtati chaqiriqlarini qabul qilmay, fuqarolarga qaratgan hujumlarni davomlashtirishi va G'azzaga insoniy yordamlarning uzluksiz kirishiga yo'l qo'ymaganligi sababidan G'azzada o'tirib chiqqan fojialarni nazarda tutib, til avida turishliq bosh elchimiz Shakir O'zgan to'g'rilarni maslahatlashish uchun Anqaraga chaqirish qaror qilindi deganlarni qayd qildi. Amerika Ukrainaga $425 million yangi yordam planini e'lon qildi. Amerika hukumatining Ukrainaga $425 million yangi yordam planini Amerika davlat mudofaa ministrligi e'lon qildi. Turkiya ovoz radiosi xabarida qayd qilinishicha, Amerika davlat mudofaa ministrligining yozma bayonotiga asoslanganda, Ukrainaga Amerikaning harbiy ombiridan $125 million harbiy aslahalarni yo'tkab berishdan boshqa yana Ukraina bexatarlik tashabbusiga asosan $300 million harbiy yordam berilgan. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken yozma bayonotida Amerikaning Ukrainani qo'llab-quvvatlaydiganligini qayta ta'kidlab, Rossiya Ukrainadan chekinib chiqqanga qadar hamda rahimsiz hujumlarni to'xtatganga qadar Amerika va 50 dan ortiq ittifoqdoshlari davomli Ukrainaning yanida bo'ladi degan. Blinken Ukrainaning o'zini qo'dishiga va kelgusini kapolatga ega qilishiga yordam berishining Amerikaning davlat bexatarlik manfaatiga mos kelganligini, Amerika parlamenti bilan bu yo'nalishda birlikda xizmat qilishini davomlashtirganligini bildirgan. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganingizga rahmat. Ertadagi programmada ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.